şirketten de hazır neymi işlep çıkarıyorsunuz? Sopun. Özümüz nachar. Hayatımda logikalık yaptım birini kıldın da. Programımızın bittiği de hoş olduk. Malum maksat ne? Olgu sürdü bunu. Ha, olur. Mehrayat, bana bek ta'sir qildingiz. O'zingga o'xshash parch-purat. O'zingizning tilida yaxshi bir alaylik bor ekan. Kuldir kuldir, alni kuldirar. Alni kuldirar. 观众朋友们，大家好，欢迎收看《快乐百分百》节目，我是主持人热米拉。Küldür küldür sahnesi, xushallik sahnesi, küldür küldür sahnesi, shodlik sahnesi, küldür küldür sahnesi, barcha kulgi xurishlarni o'ziga mujassamlagan eng chong komediya sahnesi. Salom kuldirishni baxt deb bilgan muhtaram ustozlar. Salom naq maydondagi korxonchilar. Salom ekran oldidagi kulgiga tashna baxt egalari. Salom programmamizga yiroq yaqindan kelgan cho'lponlar, mahirlar, riyosatchi Ramiladan hammalarga sig'inishli salom, Didor G'animat. Naq maydonda bizning alayda tomoshabinlarimiz sifatida qatnashgan korxonchilarimiz va korxonchilarimizni bir tanishtirasam. Hotel Lazzat Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin lider yardımcısı İlyas Ali. Hoş geldiniz. Örümçi Aralbağ Yemek İçmek Çeklik Şirketi Nimet İçimliki'nin lideri Ablikim Ömer. Hoş geldiniz. Kumu Nahiye İnak Aile Yezikilik Terakkiyat Mesuliyet Çeklik Şirketi Setiş Bölümünün mesulü Nurgül Turdi. Karşı alınız. İtibar Tor Sodi Şehircisi'nin kurgucusu Asqarcan. Karşı alınız. Şinjan Çindil Biyopen-Texniki Terakkiyat Çeklik Şirketi'nin lideri Yasincan Süleyman. Hoş geldiniz. Şinjan Emin Altun Zıbızında Sodi Çeklik Şirketi'nin lideri Abdüquyum Avut. Karşı alınız. Şinjan Karvan Məbləğçilik Çeklik Şirketi Molligirin Abdullarının dövlətimizdeki baş vakalatçısı Lutfullah Azad. Karşı alınız. Şinjan Ranala Xalqara Sodi Çeklik Şirketi İfrana Gürümçiliginin məsulü Turanqız Mahmud. Karşı alınız. Örümçi Sanam Turmuş Gürüm Buyumları Çeklik Şirketi'nin lideri Roşengül Emin. Karşı alınız. Şinjan Nazife Xalqara Sodi Çeklik Şirketi Setiş Bölümünün rayon direktörü Ranagül Erşad. Karşı alınız. Şinjan Mihman Tor Sodi Çeklik Şirketi'nin lideri Saydı Muhammed Mihman. Karşı alınız. Şinjan Köznek Uçur Pen-Texnik Çeklik Şirketi'nin lideri Varız Qurban. Hoş geldiniz. Barcha korxonchi do'stlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Qizg'in alqishlarimiz bilan alayda takliflik nomerimiz Şinjan San'at Yurti Opera Ömükining ataqli artistlarining o'rilishida etut qarz so'rash. Marhamat. Qandarak. Taşlı suyun çıkırıytırға ağıyna. Basqa sapqapsız bu. Oy, yana sen birinci öp geldin de canım adaş. Nice çöpür var emas madaş. Kene o? Oy, matrapqa maşin doktorға orun qalmaptı. Odulda orun baketip şu qoqib bazı kırdı. Özümtü qandarak. Buldu adaş. Müşta turdum. Şıqıp herhalde hayat. Adaş, ölmegen can ümit var. Şu adaş. Çay. Nemi degen cık maşina bu ha? Bu hemme de loben bulap gittim değil mi ha? Manda gep valla. Bizim şirkette bir balavatı. Aldın kaydı maşinde bir neyle vaptı. Balının uyu icare edeyme. Vah, koldur ol, yanç kuruk, kosa kaçtıkına balından. Ya full özünün bu ha. Özünün yançıklık full olgan diken son. Lekin bazı bir adamlarını besleşip olsun alayım ki deymen Cuma'ma. Vay şu. Bu besleşme aldığın nimmi bu? Zamanımızda tümür avrusu bu şu. Ya adaş, sen bu şu mektep bitiripli maşayı degen ha? Bir 15 yıllık bok kaldı mı? Yaraz, senin bu yakında hacetxanaga maşina edip berip, men işini unutup kaptı eken. Yakında men işini meşk kılıp, ben mangalıqının çeni yürüttü de banıldım. Kiçiklerine çıkıp kaptı ya Rustam Begen ha? Ya adaş, bu adıl aram mimar kılıp edemezsin. Batılın hemisine ağaç geldim bu. Onda dep ketmen la. Aldın qetim te xidinliği menen tamıqım ne? Ağrıdım o, biremez ular. Oma gittim. Valla undam. Ağilla. Yaxşı tudunlar mı?
Ha? Aman esen tuğansızlar? Amanlık! Adaş, aldıraş mı ya yakının beri? Kabahatlik aldıraş degine. Ha. Şu yakında şu bir yeni bayqışım toğrusida asar yazı atkan. Nem doğruluk? Sağlamlık doğruluk. Yani şöyle gazırның meyğisi şöpkiden paydalayaq degендek bilimlerini izleyip sen de. Mektepte okushni tüzük okumay, ruhsat so'rash xatini yazolmaydigan Rustamdek bolalar ilmiy tadqiqotni nem bildi degine. Ya adaş, sen kitap yazsan ne pul berdi? Vay adaş, kitap yazğanға şöyle qog'ozdan boshqa material ketmagandan keyin bir ish kuzga bas yeziveraman ki. Xeli yaxshi berdi. Gerçi kirimim Nijatninkiga yetmismi? Qo'limni qaysi yanchi qisasam pul sharaqlaydi. Ne qo'ldan kelmaydigan odamlar pulga qildi. Voy, og'inam, ishlab turyapti emas, cho'ntak kirib turyapti, pul lazım bo'lsa qashqa qilmaymi? Ya Rustam, sen mi onu bunu qilib, xil jafo tatib olding? Ha bizning shirkat kaplam ishlamsa ya. Voy yaqa adaş, og'inlan bo'ldi. Ertugün sen ishxonangda pochchi o'tirib, Rustam, ani, mani deb ishga borib kelsan deganmi? Adaş, endi bak yordam qilgin kelib kelsa qara. Men shirkatdagi mahsulotlardan biri eshik bagin, uydagilarning oldiga men tetib qo'yinglar deb apiray. Haras. Men shirkatda hozir nima ishlab chiqaryapsizlar? Sopon. Ağırlar. Ma qo'saq maçtı. Şu tamaq tizini qarab bir buyurtatmamsa. Ya vallahi müşahede oturmaz mı? Ya vallahi ya bu yerda iş gele ya çek yıl olmasa. O çareklarını yapıp yolgu salay dep sende ha? Adel, o'zing pat-pat chaqamaysan. Biz chaqamsak bormaysa. Buguncha gunohingni tuzuk ju. Bo'lmasa og'ini balda og'rilib qolsa. Şu çoğun yap, çoğun işçi salametlikki ziyallı. Mangvağı bir tal tarix emekni çayda onun palak qıdıq urup ekirip əsli boldu. Abapto, ne gidisanlar şey başlay. Ne var mı biz? O nagi var qadaş, menda muzikalik gümü-gümbon debag var emas. Seni sit ara chiqdim o'ydim men. Yani senin kallan işleydi Cuma Rustam. Ağilla, sizler bilisizler, men tefekkür qilishni yaxshi ko'rdiq adam. Ondaq varançırın yalarını fakat qalmayın. Adaş, bu hareketin işlerini sen lan bozamsa. Şu azraq bir məsləhət pat deydi Allah. Şunu qıvap anındaki ölsək. O yeg basaq varançırın bilirsə ya paralaş qılınmığa şuna. Voy, belli og'ina maslahatchi qilib qo'yishmamsa? Ya. Nikah iman qilmaydi bu. Şu anda emas ağilla. Men Sen? Mana Nima? 30 milyon lazım olib qoldi ağilla. Voy. Nima? Hazır baray. Adaş, işim chiqib qoldi. Ma'qul adaş. Ma'qul. Adaş, bak ko'nglingga kammi so'ng qara. Men yaqindan beri vaqo ishlarim faqat joyida emas. O'zing bilsa, men xotinim qo'shqidi bor. Endi adaş ertugün iliqqa tug'ib qolsa deb yig'ib qo'ygan 15 ming ko'p pulga bor. Qara adaş. Men mush öz zinnat qilib atgan degine. Mush öz zinnat qilish degan gap mush bankidagi pulni tamg'i chaplash degan gapga. Onundan boshqa yana 15 ming bor. Men Nijatning qish ketgani yaxshimidi? Voy, sen mi ketmadingmi? Voy mashinada saqlab o'tirsam, ishkala kaynaqlik burilib kirib ketding la. Ne kadar ben? Yardım kılanmışsam kechirim so'rab olaydi deb qo'y. Canım adaş. Ya bu yerde bir kechirim so'rag'idak ish yuz bermaganda. Unda ish yuz bermadi canım adaş. Unda demanglarchi. Qara adaş, sening mo ayoling yaqin yangiydik ya. Men bilma uning nurg'un pul ketirgan gap. Adaş, uy bezash ishlarini obdan bilma. Uy bezga adam xil vaqt o'zini olamaydigan gap. Ay Nijat, sen bunda qilmag'ina adam xijilik qilib, kechirim so'rab olay deb. Unda qilmanglar billah. Ya adaş, bak gapni angla. Qara, bu 30 milyon bor-ku. Men uchun hech qancha gap emas.
Ma ticaret degende adaş. Bu naqd pul aylanıp kelib qo'limizga mal qoldi ekan degene. Shunday adaş. Onun ustiga ma shirkatni kengaytimiz deb yaqinda bezigan. Ha? Uning ijorasi, material deymiz, xil pullar ketdi. Uning ustiga bir necha alog'ini balığı 70-80 millionda pul berib turgan degene. Bu ta hozirgacha yo'q ilq pul. To'g'ri. Mush baylardan naq pul bo'lmaydi. Men qaysi bir kuni baylardan pul so'ramang degan maqol shunday o'qigan. Yo, ya ağine, bu ağlam menikidan qarab nima? Qo'za qashvas gashka qiljima? Ya ağilla, hammalarni uyunda qozon qaynab o'tirman bilyaptim. Voy xotirjam bo'linglar, men sizlarni ranjimidim. Xijilmanglar, qaytaveringlar. Hech qisi yo'q. Ma'qul adash. Ma'qul adash. Ya sen pulni nimaga ishlatsan? Mayraga ishiltma. Ey, Mayra to'yliqqa 30 million bering odamda. Voy yo'q, Mayra demaydi bu gapni, o'gay yapsın degan gapi bu. Shakilvozlik chekiga yetdi-ku bizda. Undaqa emas. Mayra oqqan kesli giribtor bo'lib qoldi. Ha? Adaş, mushu 30 mingni saqlayamdik-a? Onu bilmedim adaş. O'zing bilsa, hozir partiya hukumatning siyosati intayin yaxshi degina, hammamizning qo'lda degandek davolanish kartasi bor adaş. Lekin shundoq bo'lsa-mu, amma o'zim bir 30 ming tayyorlab qo'yay degan. Shu yendimda yo'q bo'lib qoldi. O pulga mayli. Doktorlar davolab saqaytalaymiz demda. Chiqib, yilik amlashtirish operatsiyasi qildik adaş. Yilik yaklimisizlar. Jilik yakilsiz-chu. Bilmedim. Ya, ben de desem hata tushunib qolma adaş. Ma ishni vaqo. Sal o'ylashivroq bir taraf qilishma adaş. Sizlar men uni mushtavaq tashvat demoqchima. Bir qiz bir yigitni menga umrlik hamroh bo'ldi, menga igi bo'ldi deb uning aygishidiki. Uni yaxshi ko'rdi. To'g'ri. Balkim sizlar degandek u qiz saqlamaslik mumkin. O'g'il keta. Biroq men keyingi umrimni qanday o'tkazman? Mendek o qizga bo'lgan yigitlik burch, majburiyat qini. Bilsanglar, men o qizga qarz. Yigit. İsel adaş. Mushu gaping uchun 15 mingni men berma. Ansirma adaş. Bu xotin yangi yig'inga 3-4 oy ba. Tirikchan bo'lgan ekan amallik qilib olma o'zi. Adash. Eş pispas 15 ming yarga yedi. Men 15 ming beraman. Xotirjam bo'l. O uyning zinat ishini o'zim o'rlashtira olaman. Voy. Yaman no'chig'osizlar. Ha? Meni vaqo, hozir oprayapman, Nijat Bayvatchini raniga qo'yma desanglar vaqo. Kam deganda 500 ming beramjima men. Adash, mashqiston pulni amma 30 mingni men mellam sag beraman. Qaytira olasan, qaytirasan. Qaytiranmasang, hech bir gap bo'lmamdi. Rahmat adash, men cho'qim vaqtida qaytirma. Nijat oxir ta'sirlandi. Bak baldiroq bir şey desangmanda adaş. Ya adash, menda gapchu. Ha. Bir necha bolalarga pul berib qo'yib, yomon bo'lib qoldim qara. Onunda berib yomon bo'lganda, bermayli yomon bo'lay degandim. Ma adashni gap xijil qilib demadimni. Shu. Qarz olgan pulni vaqtida qaytarsa, lozim bo'lgan joyga so'rsa bo'ladi-ku. O'zimizda jar. Hayotda logikalik gapdan birini qilding-da. Vallah. Bu elag'inning beshi kun tushgan chaqda asqatmagan og'inni qanday og'in degili bo'lsa. Shu. Kundi to'plashib, naga boramiz, ishchamdoq deb yusili hisob emas og'in degandan. Adash. Sen bizga emas. Bizmi son qarz. Bizning o'zaro bir-birimizga do'stlik qarzimiz bor. Voy. Ma qo'saq bek ichib ketdi. Ballar tez danglar nima yeymiz? Voy. Mehmon qilamsa? Hey, bayladim pul sorma. Kimcha qildimi yaga? Odil. Mush mehmon qilibdi. Yo'q. Bo'lazim. Hoş geldinler.
Her vaqt bizning barcha ko'rmanlarimizga kulgi ato qilish yo'lida izlanyapsizlar. Bizga intayin mo'l mazmunli etodlarni o'ynatsizlar. Rahmat sizlarga. Mush lazzat kuldir programmamizga takliflik mehmon sifatida keldinglar. Xush keldinglar. Anvar kamning obrazini pek yaxshi ko'rmayman. Malaqidin degandim. Sen malaqidin kim bu? Malaqidan Malaqidan bulanmışda bular. Aşta bu kitgan bo'lding ham. Rasmiy bir tip bo'pti bo'jimo. Mayli. Mayli. Rahmat fikrlarim, ben hoş oldum. Xizmatdoshlar, kasbdoshlar, bizning opera teatrining artistlarining asosiy kuchlari. Bugun Lazzat Kuldir programmasiga vaqt ichidan vaqt chiqarib, hozir idorada xizmatimizni aldirash. Shundoq ahvol ostidami? Malaqidin qatorliq. Malaqidin boshchiligi. Bu to'rt arg'imat tulpar bizning idoraning. Programmamizni beyitdi, ben hoş olduk. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bak hoşuğa yerim nima desa bu bolalarga hamda gap ketmaydi. Texnikaga Lazzat Kuldir programmasida sendeki artistlarimizning texnikasini ko'rayotganlar uchun balkim menga o'xshash o'ylaganlar bo'lishi mumkin. Bular haqiqiy kasb egalari. Ammo u o'ynagani etud. Buni ismi etud. Nurg'un odamlar hamda etud, epizod, epitipos, har xil ataydiki, biz ma'lum ustozlardan aniqlab o'qib oldik. Buning markaziy ideyasi va boshlanish nuqtasi va yakuni va xolos kulminatsiyasi va mush kichik bo'lsa-chi, xuddi bir dramaga o'xshash ma'lum maqsadni olg'a surdi mana. Bak rahmat fikrlarim. Sizlar orqali biz teatrga, sahna asarlariga, etodga jumladan nurg'un janrlarni, nurg'un turlarni o'z ichiga oladigan mush sahna asarlariga nisbatan tunish paydo qilamiz. Ya'ni kelishinglarni qarshilaymiz. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Lazzat Kuldir programmasiga Bay Abdulla akam degandek o'lchamlik kasbiy talab qo'yilgan bir etodni o'ziga kuchli markaziy ideyasi va ma'nosi va ham bizga kulki ato qila oladigan ham shunaqa asarni akagininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Lazzat Kuldir programmamizga alayda taklif bilan qatnashdinglar. Abay ustozlar degandek, bizning programmamizning maqsadi ko'rmanlarimizga xushallik ato qilish. Shuning bilan birga sizlarga o'xshash pishqan artistlarimizni taklif qilish orqali programmamizga qatnashmoqchi bo'lgan mohirlarga mushtaq o'lchamlik bir nomerlarni o'rindash har qaysi jihatda mazmun butunlik jihatda ulgu bo'lish uchun sizlarni taklif qilyapmiz. Yana mumkin bo'lsa, esil nomerlaringlar orqali sahnamizga kelishinglarni umid qilamiz. Albatta sizlarga ko'ngil sovg'alarimiz va Lazzat Kuldir programmamizning tajdorligini o'z ichiga olgan Lazzat shirkatiningki Ayto'qash, Anamning neni, Sherin tortlardan har biringlarga 2 yashikdan sovg'a qildi. Xush kelibsizlar. Nəhayət məzmunluq bəkmo məni çunqur etod ep kelibsizlar. Mən Çindil şirkətimiz işləb çıxarğan Çindil yel köydürüş kapsulu və Çindil piyaz kapsulundan bir ürüşdən soğat qılay sizlərə. Rəhmət. Yaxşımısınızlar? Yaxşı huzurlandıq. Bizning Karvan məbləğçilik şirkəti haqiqiy asli o'ralmasi bilan import qilgan mo'ligirin abdullaridan har biringlarga azroq ko'ngil so'qsam, az ko'may qabul qilsanglar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Məni pek yaxşı gördüm. Şunçilik çonqur mazmun, şunçilik artıq energiya, bizga şunçilik yaxşı təsirlərini berdinglar. Köpdən köp rəhmət. Şununğa bildiriş üçün Sənəm şirkətinin yürüşlük bir yürüş məqsədinin tötünlərə, hər birinlərə bir yürüşdən soğat qılay. Rəhmət. Xoş gəlibsizlər. Orulğan nömrələrini bək yaxtırdım. Sizlərə şirkətimizningki Nimet qəhvəsindən bir yürüşdən soğuk qılıb alay. Rəhmət. Rəhmət. Biz nəhayət bək yaxtırdık. Müştərilərinə az bolsunmu mehman şirkətimizningki Xotəndə işləb çıxarğan TTD markasidagi gulqandlarimizdan azroqni ko'ngil so'g'isi qilib olsam. Rahmat. Rahmat. Şunda yaxşı bir mol məzmunluq etodni əkäbsizlər, şunda təsirləndik. İnaq ailə şirkətimizin İnaq ailə markasidagi bir yürüş atdiganlik esil naşlıqlığa soxmaqlarımızdan təbii bolğan. Andan keyin pinni gül qandlarimizdan, qanatlarimizdan bir yürüşdən soğat qılay. Rahmat sizlərə.
sizlarning kelgan nomeringlar jamiyatga shundoq bir aktiv energiya taqdigan bir nomerni olib kelibsizlar. Bizningki Sanshixonasi Attirgul markazining 4-qavatga joylashgan Amin Zibuznet şirketimizningki Lazzat Kuldur programmasining logosi tushirgan uzukdan har biringlarga bir taldan sovg'a qilay. Qabul qilib olsanglar. Minglarninki uyda muhabbatlik güzelliklar bor. Shularga ko'ngil so'g'ish sifatida Ifronaninki teri asrash hamda rangli kirim buyumlaridan bir yurishdan hammanglarga sovg'a qilay. Rahmat. Yaxshimsizlar, ko'ngil so'g'inglardan biz shunday huzurlandik. Do'nko'rik bozorininki 3-qavatida 6000 pinfangdan ortiq bir import mahsulotlar so'z shaharchisining birini paydo qilib tijorat boshlagan. Ashaninki bir yillik 399 yuanlik kartasi va sovg'atliqidan har bir aylangi bir ko'ngil so'g'ish qilib olgan bo'lsak, yoqtiruvchilarni umid qilamiz. Rahmat. Malla yaxshimi? Sizlarni shu sahnada naq maydonda ko'rganimdan ayt xushal bo'ldim. Ammalarga Nazifa şirketimizning bir yurish chinqachilardan ko'ngil so'g'imizni qilsak yoqtirishinglarni umid qilaman. Hamda shu banada Müşahidki ustozlarga Nazifa şirketimizningki yeni bir markası var Nafisa markamızdaki baxt yurishligini mush 4 ustozga ko'ngil so'g'imizni shu riyosatchi Rahmat ko'nglimiz bor. Sizga shu baxt yurishligidan hammalarning tinning salomat, oilalarningki baxtli, xotirjam bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Yaxshimsizlar? Ko'zak şirketininki shunaq ko'zak qutisiga yaxshi mazmunlarni chiqishini umid qilamiz. Hamda shu sanat to'tinglarga mening bizningki ko'zak qutisini sovg'a qilsam, yoqtirishni umid qilaman. Rahmat karxanchilarimizga rahmat. Demak, shu sizlarning nomeringlarni, ito'tlaringlarni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Lazzat kuldur programmasiga davomli qatnashib turishinglarni umid qilamiz. Rahmat sizlarga, japa chekdinglar. Marhamat. Kuldur elni kuldurar. Lazzat kuldur programmamizning maqsadi barcha ko'rganlarimizga xushallik ato qilish, sahnamizda xushallik bor, kulki bor. Unda xo'sa qizg'in alqishlarimiz bilan keyingi mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Bugungi yakshanba. Lekin buni xaridorlarim yo'q. Haftada bir qitim kelma bo'lmasa. Hey, buni yoz vaqtlarida-chi 3-4 qitim kelatdim. Bugun hamdi Havala so'p. Haftada bir qitim kelib, yerib qoldim. Hey, qeribdiq. Ay. Hey, tanimidinglarmi? İzzat onanglar bo'laman. 25 yil bo'ldi men buni qaymoq setayotganimga. Qaymoqdan, shashtiga. Qaymoq, tuxum, yog', to'xolar evchiq sotaman. Mushu shah xalqiga rahmatim bormi? Bu balalarım bek öz ko'rdi. Vay. Nimaji japa tatsa, balalarım yo'qmi deb qamanglar. Bir tal qizim bor. Bizning boy qerib qoldi. Shu boyni biqib 5-6 yilning yağı og'riq azob tatib Yaqinning yağı talalarga chiqqidak bo'lib, qilgandikin to'xta. Mush ömürlik hamroyim uyda yomon bir yolg'izsirab ketdi. Dangshi olmaydimi? Deb bir dangshi yapmadim. Bir kuni bu so'g'ilgandikin, buni shankolarni apray deb qaymoqlarim setib bo'lib, kashga qapdim. Uy kirsam mechildabli o'tirdi. Hey, qiyrolsaqmi ko'ngillar yosh? Bildingiz? Kesh qoldi deb xafa qoldingizmi? Desam, hey momay. Voy sen gap qilma. Odamlar yomon esga ketdi. Deydi. Heliqi. Olimpikning negirlar yuguradigan musobaqani ko'ribdi-ku bu odam. Hay ne bo'ldi? Desam, ay, 8 kömür satılgan bol geldi. Ha, andikinci. Pahalı kıpırını yetimidi. Geçip kettiğini kıpıçarına. Vay. Aldıların diyen kızıl latılavlen tozmanın diye bozup ötkendi. Bunu kılım yerim bulup otur kettim. Deydi, vay, gülüp git
көмәк сатылған бала емес. Бұл деген тәнхәрекетчілеріміз нигерлачу мұшта қаролды ке. Біздің ойлықы Сәмәтнің оғлымы қарығы десем. Мондақ деген, хей білмәпті мәнді деп өзіме күлік етті. Немдейме, әнді балы бектіп. Bir tala kızım ba. Hem de şundan bir yaxşı okudu. Yaxşı okuasın dep işlağı sağmıdı. Toluqnu püttürüp lam. Apa şaygi çıpkıray. Dep de çıketken. Ben başıp kaldım. Yok, izlep gettik. Anğıcı bunu hoşnumuz jügegen pet kırıptı. Bunu Cağıstaylık. Samet Yumşaqның oğlu Şerincan sılık akışıptı deydi. Poxya koyuptu. Hey, endi nimdeyme? Hey, bunu oğul alınmışım Şerincan bulam deydi. Şerip Mehmet, Şerip bakım bolsun boldu. Özem muğal ekin yaşaqlarımның başı Şerincan degen naqşını qavatli yaxşı tattım. Hey, kelinglar bo'lmas bir naqshi taydichi. Almasam daryoga Şerincan canıma Leyli villep çekmeydi Şerincan canıma Sen yarımның otlari iş Yaxshimsiz mama? Şerincan Yaxshi tudingiz mı? Naqshning belg'i tapding da. Ma? Ya, nim situatsiyas? Qaymoq bolam. Qaymoq. Men uyga og'ash kitaychi bir napirga. Voy, ma'qul jinim bolam. Voy, ma'qul. Sizlar saqlab nima? O'tgancha ishkilarim kelib mening. Voy, bo'ldi bolam. Qancha sotdingiz? 15. Hay, 10 so'm bering, mama 15 so'm sotamdi. Qali sig'ib baqqanmi? Ya, men sig'ib baqmagan. 15 so'm. Ha, olay. Birini bering, olay. Ay, bo'pti, sizga 2 so'mg'o. Uy, to'xtabdi. Chivim. Chivim? O'zim parkizayam. Shomiga shomma, mayli. Mana o'zimning qarab. Qancha foydasizmi shundan? Son foyda. Ora, son foydalamsiz. Voy, unda o'z yana birini olaymi? Keling, voy, jinim bolam, mana. Voy, sen so'zlarimni qilib. Voy, keling. Voy, buni qanday tutmayman hamdi. Tutsang, mana shunaqa qilib ketay hamdi. Voy. Mane, sanab yiqinga. O'zingga o'xshash pachpurat. Voy, mama ba, u kam chiqsa men. Men butun. Tashkoy bu, voy, bu baq. Unda olsa men mangayverdim, xonbao olmaysizga ya. Apag'ina xonbao. Men chiqatdim unda olsa. O, uy ko'rib aytgancha ishay. Voy, ey, neyim da'vat ha? Ha, bir haftadan keyin yuz ko'z ko'klinib ketdi. Endi bu bolani o'qitma deb bu yilqi cho'chir, lag'man, go'shtdan degan tomoqlarni etib baqmagan. Shuning bilan kuyov tamoq qil debdi. Bu dot aqlsiz. Mana gurish degan nimaning ko'pidigini bilmay, omashli qilmaymanmi deb 5 abqur gurishni yub o'chaq qalab mustaq qitlam. Elqi 5 abqur 10 abqur o'pdi. Kömüş bilan sapdi shuni. Enib keldi. O'tib ketdi vaqt. Elchilar kirib qoldi yana. Opa. Ko'nglim tatib turdi. Aytanimika? Tudu qo'ltiq. Nimdaydi? Nimikini u tudusi qo'mayli qo'ltiq nimasi? Hey balam, to'xta. Aqlingni ishlat. Mashadi bir payliz yomon birni purab turdi menga. Paylingdan yon desam. Undoq deganing bilan omashni yaxshi ko'rdik emasmi? Omashli tanlagandikin. Omashni yaxshi ko'rdik emasmi? Topdi. Qiz bolaning-chu buni baxtini sirtdan bamiz bo'lmaydi ekan. Sen keldi. Maya qo'rqib. 90 gradusga qo'yibdi. Ha. Ilqi bir nimanglar bor-ku, arjidamsizlar, ha? Quloq tiqib o'tiribdi. Hay Esnerxon, bir vaqirabdi, anglamabdi. Ey, sening anglamagan quloqlaringga deb birni tutyagan. Oy, ey. Bizni atqan 4-5 qitim. Hech nima bo'lmay qolib ketgan-ku. Bu 90 gradus moya qarab inib ketdi. Tengaqchi yurib
Hey kızı al bakmak teske. Demek ballarımızı mayli oğul olsun, mayli kız olsun. Yaxşı okutup, Ali mekteplerge bağızıp, yaxşı bir kasıpның peşin tutkuzganda. Andın moşundaq işlerden saqlanğıl boldu da. Hey, nimdeyme? Yakında çu, elçiler yoğatıdı. Boptu, kız balının bəxtin deymen bu, taladım bəsin. Bəxtli köp gide. Munun kaymaklarımını sitip olsam, toyunun tayarlıklarını bir başlavasam, hemmiğlanı çakırmacı mı? Boptu emisinden aşağı bir öt bakay, ya? Aşağı bir öt bakay. Buldu salam aldı bilen salımağızın bir yol deytemsiz. Salam, xalq qalbidin cho'nqur o'rin olgan to'rt ustozim va yana Karxancha akadilar hammalarga menki mehribon Abdushukur mehri hayotdan o'tliq salom, ali ehtirom. Abay momayla ovoz chiqadi. Endi shunda chiroyli bir yiqimli ovoz keldi ya. Mehribon singlim, men shu to'rlar sizning videolaringizni ko'rgan. Bu singlimiz Vanxon abiliyatchi. Muşu kulumda bir alaydı narsanız var. Bir soğat bu ha? Bu mening muşu küldür sahnasiga ep kelgan bir soğutum. Avval muşu soğat bilan, muşu salımım bilan küldür sahnadagi asralishimni boshlab Salam küldür. Salam bilan bu sahnaga chiqib keldim. Cho'nqur hurmat bildiraman ustozlarimga. Küldür bilen külayli biz külsün xalq. Hem küşmedet tilayman kurdaşlarımga. Sahnelerinin gül tacı, nakşçılar şahi. 30 oğul serkerdisi öçmeydi nami. Xalqım üçün əcri köp tağның mayaki. Abdullah Abdurrahim ustazga salam. Sahnelerinin Aysa desi çoğun kiçik hemmi tonuydu. O bolması bu küldür kanda kızıydı. Bir tebessüm kılsıla cahan ünlüydü. Söyümlük Halmurat Ömer ustazga salam. Sahnelerinin nurana pek kızıl gülü. Komediya sanatının yoruk yıldızı. Gül Cemal Medniyaz ustazga salam. Perde arkasındaki sırlı kahraman. Talabkar operatör bekli mihribar. Mesuliyetcan rejissör şundak sihribar. İcatkar cüret vahid ustazga salam. Bu küldürdüm men küley. Halkımız külsün. Külkü ruhның doğrusu, canның ozuqi. Bu köngüllük cem buluş, katta yığılış. Hemmimizning sahnasi bu, parlaq bolğusi. Rahmet. Rahmet sağolun. Bizim programımızga isil özüň numerini emas, özüniň kalemi bilen yazgan şu bir isil soğutunu ep kepdi. Rahmet sağolun. Ajr qipsiz, hoş bulduk. Onda hoşah bahalığı ustazlarımızınki bir qimmatli bahalarını alaydı. Mikrayat. Bana bek ta'sir qildingiz. Men hozir o'zimsal hayajonlanib Abdullohga she'r o'qiyotganda mening ko'zimga rasmiy yosh kelgan. Bundan keyin istiqbolingiz texnik parlaq bo'lsin. Rahmat ana. 10 numar berib atdingiz ada. Muborak bo'lsin. Kamning bu asrni ko'rdik, intayin qizg'in. An obraz yaratishga tirishqanligi rost, aniqla. Gerçi yeşi abayqı inimizga o'xshash, yeş kichik bo'lsa-ma, o'sha ostini tutib mengishar, naq o'xshaydi. Bugun yana yaxshi, yangi piyaptingizni ko'rdik. Kelishingizni qarshi olamiz. Rahmat. Mehribon, rahmat oldi bilan bizning programmamizga yangi bir biz o'ylab baxmagan bir obraz ep kelibsiz. Yalaqı qaynıqlıq hədimizдің son deydigan o bir mezgil hemmimiz gülüşdük. İntonasiya şive bizning taranchilarniki analarımızın söz şivisidan chiroyli ifodalangan kichik videoga shu obrazni ham taraqqiy qildirib nechta qilibsiz, yaxshi bo'libdi. Bizga 100% ifodalab beramagan bo'lsangizmi, lekin sizda dodil bir qilchi obrazdan
başta ahırına yaxşı orundudunuz. Mübarek olsun. Yani bir kıtım görüşke tayyorlik qilaylik hammamiz. Rahmat. Rahmat. Mehribon singlim, intayin yaxshi nomerdan birini ko'rsatdingiz. Sizning boya o'rinlagan musobaqa qatnashtirishga kelgan nomeringiz rostda o'zingizdan intayin yiroq bo'lgan yosh farq jihatdan. Haqiqatdan xarakter jihatdan yiroq bo'lgan bir umoq bir mo'mayning obrazini shunday yaxshi yaratibsiz. Har bir so'zning urg'usini berish, so'zni ravon, shu aniq so'zlash jihatdan sizda shunday bir yaxshi bir alohidlik bor ekan. Shuningga mushayat talantingizni texmi yaxshi joriy qildiring. Sizga yana 10 nomer beramiz-ku. Rahmat ustozlarning 40 nomer to'liq nomerga erishdingiz. Unda bo'lsa karxonchilarning nomerini ko'rib boqaylik. Marhamat. To'liq nomer, 100 nomer. Albatta, sizning qilgan ajringizga akagan nomeringizga 100 nomer loyiq singlim. Rahmat. Tabriklayman sizni. Albatta, sizni quruq qo'l yo'l sanmaymiz. Mahsulotlarimizni hamda xalqimiz yaxshi ko'rib, mush kungacha ishlatayotgan mahsulot. Shu mahsulotlarimizdan biri yuri sizga sovg'at qilma. Rahmat. Yaxshimisiz, singlim? Yaxshimada. Men Ifronaninki eng esil, eng yaxshi, hamma to'liq qolgan mahsulotlarimizdan hammasidan bir yurish bersam degan arzu. Rahmat. Yaxshimisiz, singlim? Men bu Nazifa shirkatiningki bir yurish chinqachilardan sizga sovg'at qilay. Rahmat sizga. Rahmat. Sizga biz ko'zakniki qutisidan birini so'qilay. Rahmat. Yaxshimisiz? O'zxotin Lazzat shirkatidan sizga Lazzat mahsulotidan onamning nini Shirin tortdan har biridan bir yurishdan uningdan boshqa o'zingiz yaxshi ko'rgan kitoblardan 550 lik kitobni men sizga haqsiz so'qilay. Bo'ldi. Rahmat. Xush bo'lding. Yaxshimisiz singlim? Yaxshiman aka. O'zingiz shunday xushbel, ko'rgichak qizchaq ekansiz. Mehri siz ekansiz. Sizga bir oltin uzuk sovg'a qilay singlim. Voy. Mana mukofotlar. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshiman aka. Sizga shu Chin-dil shirkatimizning xohlagan mahsulotlaringizdan bir yilgacha salomatligingiz, go'zalligingiz uchun sovg'at qilay. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshiman aka. Sizga shirkatimizningki Ne'mat qahvasidan 100 sovg'a qilay. Siz G'o'jdan keldingizmi? Ha, G'o'ja shahridan bo'ldim. G'o'ja qaysi biletingizda men aytib beray sizga. Voy, rahmat. Mehri hayot. Yaxshi turibsiz singlim. Yaxshimi? Men sizga uda 1 yilgachilik mehmon shirkatimizning mehmona markasidagi qondos o'simlik quvvat ichimligidan her ayda bir qapdan sovg'at qilay. Qon va quvvat to'liqlab, texmi ruhli bo'ling, texmi yangi asarlarni vujudga chiqaring. Rahmat. Rahmat. Barliq karxonchilarimizga rahmat. Nayt esil sovg'atlarni berdinglar singlim. Siz bugun to'liq nomer bilan sahnimizdan xo'shlashadigan bo'ldingiz. Bundaq natijaga erishaman deb o'ylab baxmagan mening bu sahnaga kelishdagi asosiy maqsadim mushu ustozlarim bilan bir didorlashish, ta'limini olish. Rahmat ustozlar. Rahmat. Karxonchilar, texmi barkatli bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat singlim. Texmo nadir nomerlar bilan sahnimizda sizni cho'qim ko'ramiz. Buningki ishlaringiz texmo yaxshi bo'lsin, texmo tirishing singlim. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Xayr xo'sh. Küldür, elni küldürep. Elni küldürep. Ekran oldidagi qadrli ko'rurman, Lazzat Küldür programmamizdagi qaysi nomer sizni eng kuldiralgan bo'lsa, Küldür saloni orqali bilet tashlasangiz bo'ladi. Albatta, qaysi nomer sizni eng kuldirgan bo'lsa, esil sovg'alarimiz bor. Naq maydondagi ustozlar, karxonchilar, ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, Lazzat Küldür programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Komediya havaskorlari uchun eng cho'ng sahna Lazzat Küldür programmasi. Kilarksan programımız görüşelim. Hayır hoş. 下一期快乐100%栏目更精彩。再见。